وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يا ربي bizlarni tilovatlarimizni qabul aylagin. Ziyoratlarimizni qabul aylagin. Ya Robbi o'zingga beadad hamd va sanolar aytamiz. Bizlarni islom bilan ne'matlantirganing uchun senga hamd va sanolar aytamiz. Iymon bilan ne'matlantirganing uchun bizlarga ya Robbi hamd va sanolar aytamiz senga. Payg'ambarimiz alayhissalom bizlarga payg'ambar qilganing uchun hamd va sanolar aytamiz. Ummatlik maqomini berganing uchun ya Robbi islom bilan Qur'on bilan sharaflantirganing uchun senga hamd va sanolar aytamiz. Ya Robbi muborak manzillarda turibmiz. Bu joyda payg'ambarimiz alayhissalom muborak qadamlar yetgan, sahoba ikromlar muborak qadamlari yetgan. Bu joyda ya Robbi seni bandalaring, aziz bandalaring, payg'ambarimiz alayhissalom va u kishining atroflaridagi sahoba ikromlar roziyallohu anhumlar din uchun jonlarini fido qilishgan. Muborak jasadlari turibdi ya Robbi. Ularni barcha qilgan amallarini qabul aylagin. Ya Robbi, o'zingdan so'raymiz, qoldirgan sadaqa joriyalarni qabul aylagin. Seni yo'lingda mollarini, jonlarini fido qilishdi, barchasini qabul aylagin. Hamza roziyallohu anhudan o'zing rozi bo'lgin. Mus'ab ibn Umayr roziyallohu anhudan o'zing rozi bo'lgin. Seni yo'lingda jon bergan sahobalardan hammalaridan o'zing rozi bo'lgin. Ya Robbi, bizlarni ularga munosib izdosh qilgin. Bizlarni payg'ambarimiz alayhissalomga munosib ummat qilgin. O'zing yaxshi ko'rgan, o'zing maqtagan, Qur'onda bizlarni vasf etgan mu'minlardan bo'lishimiz nasib aylagin. Ya Robbi, duolarimizni ijobat etgin. Gunohlarimizni o'zing kechirgin. Ya Robbi, biz ular kabi dinga xizmat qila olmayapmiz, o'zing bizlarni afv etgin. Ota-onalarimizni afv etgin. Zurriyotlarimizni afv etgin. Barcha mu'minlarni o'zing afv etgin. Ya Robbi, biz diningga xizmat qila olmasak-da, lekin diningga xizmat qilganlarni yaxshi ko'ramiz. Qiyomat kunida yaxshi ko'rganlarimiz bilan birga qilgin. Payg'ambarimiz alayhissalom saflaridan joy olishimizni o'zing nasib aylagin. To'g'ri amallarimiz bularga yetmaydi ya Robbi, lekin yaxshi ko'ramiz, muhabbatlarimiz tufayli payg'ambarimiz alayhissalom yo'llari tirilishi o'zing nasib aylagin. Hamza roziyallohu anhularning yo'llari tirilishimiz o'zing nasib aylagin. Mus'ab ibn Umayrlar bilan roziyallohu anhular bilan birga tirilishimiz nasib aylagin. Bularni ya Robbi o'zing jannatdagi eng oliy maqomlaring bilan siylagin. Qur'onda o'zing aytding. Ya Robbi, shahidlarni o'lik demang, albatta ular tirikdir deding. Ya Robbi, ularning maqomlaridan bizlarga ham o'zing nasib etgin. Qiyomat kunida ya Robbi, payg'ambarimiz alayhissalom muborak hamd bayroqlari ostida tirilishimiz nasib aylagin. Bu dunyoda Rasulullohni ko'ra olmadik, ya Robbi, u joy yashagan joylarni manzilda turibmiz. Biz beodoblik qilayotgan bo'lsak, bizlarni o'zing kechirgin. Ya Robbi, munosib ummat bo'lishga harakat qilamiz, o'zing bizlarga bu yo'lni oson qilgin. Payg'ambarimiz alayhissalom biz uchun jonlari-yu hamma narsalardan kechdilar, oilalardan kechdilar, rohat-farog'atdan kechdilar. Payg'ambarimiz alayhissalom bilan birga qilgin. Qiyomat kunida zumralarda, halqalarda tirilishimizni o'zing nasib aylagin. Onalarimizdan, azvoj mutahharat onalarimizdan o'zing rozi bo'lgin. Ya Robbi, chiroyli hayot kechib payg'ambarimiz alayhissalom oldilarida dillari uchun yordam qilishdi. Ya Robbi, o'zing ulardan rozi bo'lgin. Ya Robbi, onalarimizni, ayollarimizni maqomlarini ularning maqomlariga yetkazgin. Ya Robbi, jannat sayyidalaridan bo'lishlarini o'zing nasib aylagin. Ya Robbi, hammamiz maqsadimiz seni rozi degin, bizdan rozi bo'lgin. Gunohlarimizni o'zing kechirgin, bizlarni mag'firat qilgin. Ya Robbi, maqsadlarimiz, zurriyotlarimizdan soliqlarni chiqargin, munofiqlarni chiqarib qo'ymagin. Diningga xizmat qiladigan, mu'minlarga xizmat qiladigan, insonlarga xizmat qiladigan solih va solihalar bo'lishini o'zing nasib aylagin. Ya Robbi, bizlarni va bizdan avval iymon bilan o'tgan barcha mu'minlarni o'zing kechirgin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad. Allohumma solli va sallim va barik alayhi. Axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. برحمتك يا ارحم الراحمين. رحمت خالك يا تجي. الله رازق olsun. Sizlar xursandman. Rahmat.